kim yeb ko'rgan suxoy marojniy, ya'ni quritilgan marojniy. O'rtoqlar, to'g'risini aytsam, birinchi marta bunaqasini eshitishim va yeyishim. Asmir qilamiz. Bu bola bilan asmir qilib bo'larmikan? Ovozini eshitdinglar. Jim o'g'lim. Ovozini eshitdinglar. Bolaliklar meni tushunadi. Xullas o'rtoqlar, mazasiga gap bo'lish mumkin emas, bitta olib yeb ko'rish kerak. Qarshilashini qaranglar. O'zinglar olib yeb ko'rishinglar kerak. Yashili. Muhammad bilan boplab o'zi ham asmir video olayotganimizda adamimizga kelib qoldilar. Bugun bir achchiqna ramyon ichkim keldiki, ramyon tayyorla deb qoldilarmi? Voydod, o'lib ket Mubina degani odam yo'q. 2 soat mehr bilan qilgan oshim bu yoqda qolib ketdi. O'rtoqlar, gapirishinglardan oldin o'zim aytib qo'ya qolay, nimadirlar qilib tayyorlaganim yo'q. Jaydaricha dehqoncha qilib tashadim. Bu yog'ini faqatgina sir qo'shib qo'ydim. Pure Milk'ning sirlari shunaqa zo'r eriydi, o'zim maza qilib yeyman. Xullas, dasturxonimiz tayyor. Endi telefoniga yopishib qolgan erim narigi xonadan chiqsalar bo'ldi. Muhammadni ham xursand qilib qo'yib, er-xotin ikkalamiz biqin qilishga o'tib ketdik. Erimi bu yerda qovoqlarini qaranglar, majburladim Merlin ko'rishga.